Alloh sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirdi. Siz uni ichasizlar. Daraxtlaringlarni, o'simliklarni sug'orasizlar. Haqiqatan qaysi birimiz o'zimiz suv yarata olamiz? Kim suv yarata oladi? Aronni qazib kelib men qildim deymiz. Aronni ochib qo'yamizda, men qildim deb qo'shni bilan talashamiz. Buni men kavlaganman. Sen qoch. To'g'rimi? O'zi nima qilgansan desa, tuproqni odam yoqib qo'ygan xolos. Bo'ldi. Ariq o'zi oqib kelgan. O'shanga biz xoliqamiz, men qildim deb. Lekin uni yo'qdan bor qilgan Alloh. Suv mo'jiza o'zi. O'zi tirik. Tog'da qor yog'adi, tog'ga qarang. Alloh subhanahu va taolo tog' quyoshga yaqin o'zi qarang. Unda olib qarasiz quyoshga yaqin, lekin unda qor turadi, pastda qor turmaydi. Endi buni qonuniyati quyoshning nuri qarang, shunaqa ekanki, yerga tushib kim qaytar ekan? Yerga tushib qaytgani uchun past issiq, tepa sovuq bo'ladi. Aslida mana bizning xonamizda issiq tepalikka ko'tarilib, past sovuq bo'ladi. To'g'rimi? Lekin toza havoda, tabiatda past issiq, tepa sovuq. Tog' tepasiga qaragan, tepasiga ko'tarilgan sari sovuq boradi. O'sha tog'da qor yog'adi. Qor suv zahirasi hisoblanadi. Agar o'sha qor bo'lmasa, biz yozda suvsiz qolamiz. Anhorlarimiz qurib qoladi. U qorni qarang, o'sha qorda muz qurti bo'lar ekan, muz qurti. O'sha muzni yeb, bu yoqdan suv qilib chiqaraverar ekan. Quyoshga ham erir ekan muz. Qurt bilan ham erir ekan. Muz qurti muzni yerkan, bu yoqdan suv bo'lib chiqaverar ekan, u keyin oqib kelaverar ekan. Yerga suv singadi, tog'larning qayerlardandir singadida buloq bo'lib otilib chiqadi. Dengizdan qayerlardandir yerning tagiga suv kirib, buloq bo'lib otilib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bularni sizlar uchun yaratdim men deydi. Shukr qilmaysizlarmi?